Tasavvur qiling, 15 yildan keyin, taxminan 2040-yillarda siz meni uyimga mehmon bo'lib keldingiz va uyimda mana shu narsalarni ko'rasiz. Birinchi o'rinda hovlimda aurora svetlari bo'ladi. Bu juda ham estetik ko'rinadi va hovli devorlariga o'zgacha vibe beradi. Ikkinchisi, menimcha hovlim devorlarida lianalar o'sgan bo'ladi. Kichkinaligimdan bu o'simliklarni yaxshi ko'raman va ular ko'zimga sehrli ko'rinadi. Hovlimda обязательно siz mehmon bo'lib choy ichib o'tirishingiz uchun girlyandalarning tagida stol-stullar bo'ladi. Derazamning shishalari mana shunaqa rangli bo'ladi. No'xat ustidagi malikamidi yo shunaqa ertakni multfilmida mana shunaqa derazalar bor edi. Kichkinaligimdan uyimda shunaqa derazalar bo'lishini orzu qilganman. Hamma hovlisida majnuntol bo'lishini orzu qilayotgan vaqtda men to'g'risi chinor daraxtim bo'lishini xohlayman. Daraxtdagi uychani menimcha gapirmasa ham bo'ladi. U nereal orzu. Endi uyim ichiga kiramiz. Qaysi bitta xonamni tokchasi shunaqa katta bo'ladi. O'tirib kitob o'qib o'tiradigan, choy ichib o'tiradigan, hech bo'lmasa telefon o'ynab o'tiradigan. Sofiyaniki bor-ku, xuddi shunaqa. Aytgancha uyim ikki tashkali bo'ladi. Mana shunaqa zina bo'ladi. Bu zina вообще aqliy qaror. Nimaga bunaqa zina hech kim qurmaydi? Chunki bu birinchidan joyni tejaydi, ikkinchidan xarajatni ham tejaydi. Вообще uyi interyerini umuman boshqacha ko'rsatadi. Shunaqa zinani kichkinaligimda qaysidir qarindoshimiz uyida ko'rganman. Mehmonlarga вообще zo'r atmosfera bo'lib ketyapti. O'zimning xonamda обязательно mana shu pardalar bo'ladi. Prinsessalarnikidek. Xo'sh, uyimga mehmonga kelasizlarmi?